turn me up. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ismim Jahongir. Ko'p yillardan beri Sergeli avtomashina bozorida mashina oldi sotish bilan shug'ullanaman. Bugungi kunda sotuvda bor mashinalarimizni ko'rsatib o'taman. Birinchi mashinamiz Lexus LX 600 mashinasi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan, top-toza yangi mashina. Ikkinchi mashinamiz Mercedes-Benz. Mashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, 221-222 qilingan, o'ta go'zal holatda. Ikkinchi mashinamiz Toyota Highlander mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan, 9000 kilometr yurgan yangi mashina. Undan keyingi mashinamiz Lexus GX460 mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Keyingi mashinamizni ham ko'rsatib o'tamiz. Chevrolet Traverse mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan va oxirgi mashinamiz Toyota Avalon mashinasi 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Kimga qaysi mashinamiz qiziq bo'lsa, kommentariyada belgilaysizlar va pastda nomerlarini qoldiramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar. Telefon qilib bemalol murojaat qilishlaring mumkin.